Silayonni somsani uy sharoitida eng oddiy usulda tayyorlab ko'ramiz. Xamirimiz usti qarsildoq bo'lgani bilan yeganda qattiqlik qilmasligi uchun xamirimizni o'ziga ham sariyog' solib qoramiz. Xamirimiz yarim soat dam olguncha maxsus silayonni xamirlovchi chiqarilgan margarinni pergamentga solib shunaqa plastinka holatiga keltirib olamiz. Yarim soat dam olgan xamirimizni to'rtburchak uzunchoq shaklda yoyib olib, margarinimizni qo'yib ikkala chetini yopib, jo'va yordamida uzunchoq shaklga keltirib, konvert holatida yopib, xolodilnikga yarim soatga olib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin xamirimizni yana bir marta shunaqa konvert shakliga keltirib, yoyib xolodilnikka qo'yib olamiz. Bu usulni yana bir marta takrorlaymiz. Umumiy 3 marta konvert qilingan xamirimizni endi bir chekkadan 1 santimetrdan kesib, ustiga yopib, jo'va yordamida ozgina yurg'izib olib, xolodilnikka 1 soatga olib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi biz buni har bittasini 50 grammdan bo'lgan zo'lalarga kesib olamiz. Yoyishdan zo'lalarni bitta unga botirib olib, shunaqa yoyishni boshlaymiz. Yoyilgan xamir orqa tomonini o'girib, ichiga farsh solib, shunaqa videoda ko'rsatilgan shaklda tugib olamiz. Ustiga tuxum surib, sedana sepib, 180-200 gradusda qizib turgan pechimizda 25-30 minutda pishirib olamiz. Somsamiz ikki xil bo'lgani uchun kartoshka hamda sirlini 3 burchak shaklda tugishga qaror qildik. Ichidagi farshlarni hamda tugilishini har kim o'z xohishiga ko'ra turlicha qilishi mumkin. Video davomida ishlatilgan xamirga hamda ichidagi farshlarga ishlatilgan barcha mahsulotning grammlarini video ostida to'liq holatda ko'rishingiz mumkin. Do'konlarda 30 ming so'mga yarim kilo sotiladigan shunaqa silayonni somsani xamirlarini endi o'zingiz uy sharoitida arzimagan pulga tayyorlay olasiz. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.